Assalomu alaykum qarindoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 37 soniga hoş geldinglar. Bugün biz Sharq Turkiston sürgün dokumenti Cumhur Reis Doktor Mamtun Efendimni bu programmamızga iftixor bilan taklif qildik. Programmamızga hoş geldiniz. Rahmet, hoş bulduk. Bugün bu programmamızınki temisi hareket üstü hamkorlikning ikincisi. Biz aldın qıtım 26 may hamkorlik munbirda yig'in açdıq. Bu qıtımlıq Sharq Turkiston Mustaqillik hamkorlik munbiri to'r yig'ini 26 may qalbilik açıldı. Hükümetimiz ve 23 teşkilat munbir nomidan ortak bayonot e'lon qildi. Arkadan tez suratda Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümünün xizmatdagi bir taraflamalik ve kasbiy axloq xiloflik qilmishlari qarta norozilik o'chqiti munbarda e'lon qilindi. Demak, amaliy ish qildik. Hamkorligimizning natijasi ko'rildi. Uzun yildan ulug' vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqillik uchun bir kuch birligi bo'lishini to'rt ko'z bilan kutgan xalqimiz uchun bir umid berdik deb qarayman. Tariximizga qaraydigan bo'lsak, bizning davlat atimiz Sobit Damollam to'limi ulug'vor g'oyasi va samimiy niyatidan ko'ra o'z qarindoshi bo'lgan Xo'jinay Zoji bilan hamkorlik yo'lini tutgan. To'limi afsus, bu hamkorlik birinchi Cumhuriyatimizning bu vaqtda yo'qotilish tragediyasi bilan oxirlashdi. Xayr, tarix takrorlanmag'ay, xalqning umidi payxon bo'lmag'ay deb samimiy niyatimizdan, ya'ni hamma Sharq Turkistonning mustaqillik uchun harakat hamkorligi degan nuqtadan chiqish qilib, hamkorlikqa at soldik. Yo'l yiroq, at uruq. Safar mushkul. Ulug' egam safarimizni xayrli qilg'ay deb umidlanib turibdimiz. Xo'sh, Mamtun efendim, bu qitimliq bu munbirimiz, bu hamkorlik shiğirimiz qalbilik açıldımı? Qalbilik açıldı deyishki bo'ladi. Aldı bilan men bu siz boshqarayotgan programmaning 37 qitimliq bo'lganligini tabriklayman. Bu oson emas. Buni kuch chiqargan siz va u sahnaning og'zidagi boshqa qarindoshlarimga rahmat aytaman. Rahmat. Endi temaga kelsak, hamkorlik bu qitimliq 26 may abaysiz nihoyatda bir siyosiy sezgirlikda va she'riy bir go'zallikni ifodalaganimizdek nihoyat yaxshi ichildi deb qarashga bo'ladi. Bundoq bo'lishining sababi, agar biz tariximizni qaraydigan bo'lsak, bo'lapmi shu Yaqubbek davridan tortib Uyg'urlar tarixidagi birlashish masalasi nihoyatda nurg'un masalalarni o'tirib chiqargan. Masalan, rayonlar o'tirishga bo'linishi, shimol, janub bo'linishi, boy, kambag'al bo'linishi, ziyoli, avom bo'linishi, siyosiylar va boshqalarningki odatdagi xalqning o'tirisidagi bo'linish qatorliq nurg'unlagan masalalar bor aramizda. Keyin bu masala 1949-yil Xitoy islohasidan keyin turli shakllarga kirdi, ba'zilari vaqtincha besib qo'yildi va ba'zilari boshqa yoqqa burib o'tildi, ya ba'zilari butunlay tunjoqtirib o'tildi degandekda. Hamda xabarimiz bor 1992-yili shu 1949dan keyin dunyoning har qaysi joyida chechilib ketgan, jumladan Turkiyaga va O'rta Osiyo davlatlariga va az bir qism shu chog'da Amerika va boshqa g'arb davlatlariga bog'lanib shu Sharq Turkistonning mustaqilligini ko'rgan, ham ko'rishni orzu qildigan shu bir qism inqilobchilar Istanbulga yig'ilib bir yig'in ochgan. To'g'ri. Sharq Turkiston Milliy Kengashi shu yig'indan keyin bular Istanbul xitobnomasini ma'qullagan. Istanbul xitobnomasi nihoyat go'zal bir xitobnoma bo'lgan. Keyin xabarimiz bor, bu cho'nglarninki bu birligi asta-asta vayron bo'lgan. Bu vayron bo'lishdan keyin birsida bir turkum yoshlar o'tirib chiqqan. Bu yoshlar yili ham o'tirdi bor hozir. Bular cho'nglar hech ish qilolmadi, bu ishni biz qilamiz dedi. 30 yilni yozi bu ishni yoshlar qilgan bo'ldi. Ma'lum jihatdan ilib o'tgan vaqtida. Albatta, buning hammani men yoshlarga qo'yib ketmayman, ammo shu vaqtdagi shu cho'nglardimi ma'lum bir mas'uliyat bor deb qarayman. Chunki ular bu qadar cho'ng bir ishni qilib, oxirisi birlikka kelolmadi. Nurg'un ishlarda. Masalan, deyli, Mabkurda Sharq Turkiston deymizmi, Uyg'uriston deymizmi degandek
nurg'unlagan masalalar o'ttirib chiqdi qatorliqda. Bu masala hozirgacha Hozir- ma'lum doiradami ba ham hal olmadi deyishga bo'ldi. Ammo cho'ng jihatdan elib o'tgan vaqtida ular bizga yomon cho'ng bir chaqiriqni, yomon cho'ng bir g'oyani, yomon cho'ng bir birlashishning zo'rligini qoldirib ketdi. Endi biz 30 yildan 30 necha yildan keyin, ya'ni 32 yildan keyin tenab chet ellarda judoq surgun hukumat 2004-yili qurildi. Bu yil Muborak hukumatimizningki qurilganligininki 20 yillik bo'lib o'tadi. Demek mana bu jarayonlarda gerçi surgun hukumatni ayni vaqtdagi 92-yildagi shu cho'nglarninki va inqilobchilarning qurgan shu hamkorligininki davomi deyishga bo'lsa-mu, ammo surgun hukumatning nurg'unlagan beshni nurg'unlagan issiq sovuqlarni o'tkazdi. Endi hozir bir yer kelyapmiz. Endi gapga yig'inchoqlasak, hamkorlik bizda 150 yildan ortiqroq vaqtdan beri agar biz Yaqub Bekning davridan başlasak, nəhayət murakkab bir məsələ olub kelayotgan iş bu. Bu bir kunda ro'yab chiqadigan, bir ishik odamning gapi bilan bo'lib qoladigan bir ish emas, ammo chiqmasa bo'lmaydigan bir ish. Oddiy desakda. Mush sabab bilan biz bu bir munbarni qurdik. Endi qisqacha desam men, bu munbarning xarakteri birisida endi bu xarakter, ya'ni bu munbarning prinsiplari va qoida tuzumlari, chet elning nazariyasida o'yinning qoidasi deymiz buni. Oyunun qoidalarini tuzish boshqasiga ketyapmiz. Endi bu qoidada hammamiz o'rtaq kelgan bir qoidani tuzib chiqmasak bo'lmaydi. Oyunning qoidasi shunda bo'ldi. Oyunning qoidasi bir barobarlik bo'ladi. Oyunning qoidasi bir odillik bo'ladi. Oyunning qoidasi bir izchillik bo'ladi. Bunda bo'lgan vaqtida hammamiz bir oyunning qoidasida bir o'yinni o'xshash o'ynaymiz deganga. Xuddi biz kichik vaqtimizda tepkichi o'ynagandek yoki volley o'ynagandek yoki boshqa bir narsa o'ylagandek qancha oddiy bo'lishidan qat'iy nazar bu o'yin, uning u o'yinning qoidasida cho'qim amal qilish kerak deyapti. Shu nuqta ilib o'tgan vaqtda bu narsa bor. Bu shunday qilish nuqtasiga ketyapmiz. Ikkinchisi, munbarning cho'ng bir alohidaligi birisi yoshlar o'ttirg'i chiqdi. Nurg'ulg'a yoshlarni ko'rdim. Bunda bo'lishining sababi meni yana bir ko'nglimni so'yindirgan ish bo'ladi. Ammo men 1992-yildagi shu to'qinishning qayta yuz berishini xohlamayman. Cho'nglar, yoshlar deb o yoshlarning ko'p qismi vatandan chiqqan bo'ladi. Shu 92dan keyin ko'pinchisi chiqqan bo'ladi. Bu ajoyib tasodiflik bu tarixdagi bu. Bu narsani o'ylab men bunaqa kirmayman hozir, bu mening temam emas bu. Bu boshqa bir tarixiy bir tema bu. Ammo men hozirgi yoshlarninkimi bu ishlarda hamkorlikning muhimligini tunib, bu aramizga kelib, bu ishlarni apirishi va kelgusida bu ishlarninki yoshlarda men shuni umid qilaman. Bu jihatda men nihoyatda yaxshi bir. Endi uchinchisi Abay siz deb o'tib ketgandek tunji qatam Erkin Osiyo radiosiningki yaqinda yuz bergan jinsiy parakanchilik satchiliklariga bergan intervyusiga qarshi bir bayonot berildi. Gerçi bu bayonotni berishda tizlik, uningki dalligi va uningki mazmunninki sog'lomlik qatorliq nuqtalar bilan haqiqatan opirin yetishga bo'ladi. Gerçi men ko'p ishlarga aralashamagan bo'lsam-mu, o ash balla o'zi hukumatimizdagilar va boshqa shu munbarga tava 23 tashkilotninki asosli g'olliq yosh rahbarlarining yetakchiligida bu ishlar tizilib ro'yobga chiqdi. Bu olqishga erishgan. Bu demak biz bu ishga boshlanib qoldi, satchilikni tanqidlashdan boshlanib qoldi. Ammo kelgusida texidimmi yaxshi, texidimmi cho'ng, texidimmi izchil, texidimmi xalqimizning ustiga yeriga boradigan ishlarni qila oladiganligiga ishonaman men. Bu jihatda men umid bor bo'laman. Endi oxirisida buni ehtimol keyingi savolga javob berishni deb o'tishim mumkin. Endi azroq nimam yo'q emas. Endi so'q qo'l yoki egiz pastliklar yoki mana İngilizce big ego deymiz. Yani Uygurca tuzlu tercüme qilsak, menmenchilik nimasi bor. Hammamizda bir azroq aloqa bu menmenchilik deganda aloqa bizdagi qo'riqchilik. Mening tashkilotim ma'vo, men oldiga mangmayman. Chunki hamkorlik deganda biz putimizni shu tashkilotimizning chemberga olib turib, ya'ni biz putimizni o'rtadagi o'rtaq bir chemberga olamiz emasmi? Shunda bu vaqtda hammamiz bir o'rtadagi o'rtaq chemberga kelamiz. Ikkili putimizni o'zimizga qo'yib olsak, o'rtadagi chemberga bora olmaymiz. Yoki ikkili putimizni o'rtadagi chemberga qo'yib olsak, o'zimiznikidan
chetnab ketgan ya chiqib qolgan bo'lamizda. Shunga hozirgi ahvol shu bijputimizni o'zimizning chamberga qo'yib, yana biz hammamizga o'rtaq chamberga qo'yash nuqtasida. Bu jihat ilib ketgan vaqtda ziyoda qo'riqchilik, ansirash, tengirqash yoki mening nopozim yoki nam amilim qilayotgan ishlarim yo'qolib ketadimi deydigan bir andishimi bor. Bu ko'pinchimizda bor o'xshash. Uning ustiga men dedim-ku, Uyg'urlar mustamlik davrida hamkorlashtirilmagan bir ahvol ostida bizning shunda bir dal mana shu mustamlikani buzishdan iborat shunda bir masala hamkorlik kelishimizda az to'la shunda ichki jihati ko'riladigan psixik jihatda, siyosiy tajriba jihatda va boshqa jihatlarda ko'rilgan mana ushshaq-tushshaq ishlar bor. Men bunga ishonamanki, bu ishlar tadrijiy holda biz bag'an sir bu bir-birimizni tushunib olgan, bir-birimizning ortiqchiligini joriy qildirib, kamchilikini o'rganib bo'lsak, eng muhimi bu hamkorlikka nisbatan bir ishonch bo'lsa, bizda menimcha bu ishlarni hal qilib ketgan bo'ladi deb qarayman. Rahmat. Nəhayət yaxşı cavab verdiniz, tarixi faktlarını göstərib. Həm özünüzün ümidini bildirdiniz. Demisimi, həmkarlaşsaq, güc birliyi gəlsək, işlərimiz alğa basıdı. Həqiqi iş qilsaq. Həm də bu yığınınki içiliş nutqida siz içiliş nutqu to'g'ri qo'yilgandan keyin ko'rilishlar nəhayət yuqori bo'ldi. Chunki bu nutq nəhayət yaxshi, ajoyib fasohatli chiqdi. Bu nutqingizningki eng halqiliq tarafini men bir qitim eskartib o'talamsiz? Halqiliq nuqtasi endi vaqt munosabatidan qisqacha birisi bir safar tushunchasida. Safar tushunchasi Uyg'urlarda alayda bir o'rinda turdi. Boshqa millatlar bor bu tushuncha, ammo Uyg'urlar alayda o'rinda turishining sababi bizning jug'rofiyalik ahvolimiz va tarixiy qismatimiz bilan bog'lanib ketgan. Ya'ni Teqdimi desek bu bizdeki Uygurlardaki bir felsefi bir düşünce gibi berip bakıp takılıdı. Yani biz Yusuf Qasacib'nin Kutatqıbeli eserini okusak hayatını bir seferge okuştudu. Biz onundaki bir yolcu. Hayat ya gibi konalgı. Bu konalgıda bir kişimiz etsi yok biz. Yani yokluk tenkilimiz. Yani azırak sofistik neslen var. Konalgı kişimiz sefer yani yolcu süpütede. Andakin u dunyoga o'zimizningki oxirgi makonimizga ketimiz degan nishon o'lim Allohning dargohi bo'ladi. Sofistik qarashga ko'ra. Hamda biz Abdurim O'tkirningki iz she'rini bilamiz. Asosan Uyg'urlar yodda tegidek biladigan she'r bu. Buningdimi bir qiyin bir safarning bir she'riy bir tizmisi ifodalanishi bor bu yerda. Shuningdek safar Uyg'urlardagi nihoyat bir aloqa tügmevatkan bir nişanға ilgirlashga qartildi. Bu yerda tutmagan bir safar bor. Bu bizning siyosiy qismatimizga o'xshaydi. Ya'ni bizningki erkinligimiz, hurligimiz, mustaqilimiz tutmagan safar endi bu. Uning ustiga bu tiriklikning bir belgisi. Bu Yusuf Qasacibga aytsak, biz bir qo'nalg'i safarda bo'lgan bo'lsak, bu hayotligimizning belgisi bo'ladi. O'lgan bo'lsak, o safar tutgan bo'ladi yoki nishonga yetib bo'lgan bo'ladi. Bu birinci noktada, ikinci nokta hem de bu seferdeki asas noktalar hem de sefer degenge xuddi biz bir seferge çıkan vaktimizde o bu ketildiğin iş bununla. Ketildiğin vakti hem de bir yerde bir ortak bir nişan ilgileş jarayonida bazı vaqtlarda bazı adamlar to'g'ri ketilgan bo'ladi, bazı adamlar xato ketilgan bo'ladi, qatorliqlar endi. Çünkü bununla intayin bu bazı chaqda bizningki kontrolligimizni olib ketgan bo'ladi bazı chaqda. Çünkü seferde tarabballıklar, tasodibiyliklar, kütülmegenlikler yamancık yüz berdiğen bir ahval oldu. Çünkü aldığımızda ne bulduğunu bilmeyimiz. Seferninki alaydılık manımı şu. Andan bu yerde bir tevekkülçük bir royun talep kıldı bir yerde. Cidamçallık royun talep kıldı, qatarlıklar. Muş nokta elip etkiğe vaktimizde hem de biz bu kıtım seferge çıktık da kıyasi yani madaş elip etkiğe vaktimizde tesavvuri bu sefer desek özümüzün mustaqilligini bunun nurg'ulg'an bu qitim shu 23-61 bizningki o'tgan qitim chaqiriqimizga ovoz bergan 61 tashkilot 23 bizlar birga kelib bu safarni birga qilaylik degan vaqtda birisi safarda bizningki odamlarimiz g'oldi de imkonlarimiz ko'paydi. Chilbirlarga yoki boshqalar nimalarning hujumlariga qarashlarning hujumlariga uchrarsakmi adamlarımız köp bo'lgandan keyin o'zimizni qo'g'dash iqtidorimiz texdim oshdi. Ya'ni Xitoydan iborat g'oyat zo'r bir dunyoni sirtayotgan bir davlatdan o'zimizningki mustaqilligimizni olamiz deyotgan vaqtimizda safarimizda bu arimiz sepimiz texdim g'o'ldisa, texdim ko'paysa, texdim sarxillashsa, texdim kuchli bo'lsa, bu texdim yaxshi bo'ladi deb qarayman. Bu ikkinchi meni demoqchi o'g'lim.
Anan lekin üçüncüsü, mening bu nutqimda yoshlarga bo'lgan azroq bir xitoban deyman. Men yoshlarga ma qaysi kuni 2022 so'zlagan bir nutqimni chaplab qo'yib, o'zim unutib ketib ekanman nutqimni. Mazmunni texida unutib ketib ekanman. Demak, men yoshlarningki bu qitimliq sepimiz qitilganligidan xush bo'ldim. Men tizimlikni bilaman-da, yig'inga kimlarning qatnashganligini, ham ular bo'lgan umidimni, ya'ni oldingi bir avlod bilan bu yoshlar o'ttirisiga bir ko'riklik rol o'ynag'ichi bir shaxs bo'la sifatim bilan bulardan kutilgan umidimni bularga dedim. Oxirsida bu safar mana shulardan davomlashadigan safar bu. Agar bizdan keyin bu safarni kimningki qildiganligini bilmasak, ham ularga o'zimizningki omonatimizni topshirmasak, bu safar yerimizda to'xtab qoladi. Şu aqalli bir savat shuki, bu safarni yoshlarga topshirish va yoshlarga bularni tarbiyalash, albatta yana ko'p qismlari tarbiyalanishni xohlaydi deb qarayman. Agar ularning kelaqi begmanmanligi ishib ketmasinlar, ko'pimiz o'rgangichilarmiz bu yo'lda. Uning ustiga biz o'rganimiz uzun safar bu. Mana shu 3 nuqtadan elib asos mazmunda nutq so'zildim deb qarayman. Uning ustiga Uyg'urlarningki so'zlash odatidami nutqchilik bekchiq taraqqi qilib ketgan bir soha emas. Uning ustiga bizning mening Turkiyada mening ko'rgan bir eng cho'ng kultural shoklarim, hayronliklarimning birisimi gapni oz qilish, tuz qilish, uyul qilish bo'lgan. Hamda o'rganish kerak bu narsa. Hamda men shu nutqning nuqtasidan kichikini qistirib o'tib ketdim bu narsani. Hamda 5 minutlik nutq so'zlash, 50 minutlik nutq so'zlashdan 50 ga qiyin bo'ladi ekan. Bu savolga gapim tugadi. Rahmat. Bu amaliyotda bu nutqingizni aytib yaxshi chiqqan. Agar inchki o'qisa boshqalar, buningda nurg'un mazmun bor. Buni to'g'ri qo'ygandagi nurg'un odam ko'rdi. Buni yana davomli ko'rishini va davomli bu nutqdagi fasohatni his qilishini umid qilamiz. Bu o'rganish amaliyotda. Adabiyotdagimi bir o'rganish, tildagimi bir o'rganish. Hamda bizning hamsafar bo'lish yoki bo'la olmasligimiz bizning amaliy qilgan ishimiz bilan bog'liq. Sizningcha biz qilayotgan va qilmoqchi bo'lgan ta'xirsiz ishlarimiz ozmi? Quruq gapga o'rin va vaqt bormi? Xuddi siz boya degandek. Chet elda bizning qila oladigan siyosiy sohada qila oladigan ishlarimizni cho'ng jihatdan ikkiga bo'lishga bo'ldi. Birisi gap qila olish, ikkinchisi ish qila olish. Ham bu insonningki harakatlarining asosli tarkiblari shu gap qila olish, ish qila olish. Gap qila olish bo'lgan vaqtida bu bizningki mustamlik hayotimizdagi bir nuqta ism keladi. Mana gap qila olish vaqtida xalqni uyg'otish deymiz. Men Takash oliy maktabdan tortib ajoyib millatchi nutqqa moyir insonlarni uchratganman. Gap qilishga bek moyir deb bo'la. Ama yana shu gap qilayotganning qo'ldan bir ish chiqmaydi. Ama bularni men kechirgandim. Kechirishimning sababi bizga hozir uyg'otish muhim, ish qilishni keyin qilsakmi bo'ladi ekan-ku yoki bu ish qilish xatarlik bo'lgandan keyin u vaqtning o'zida yoki nima ish qilishni bilmay gangrab turgan vaqtimizda cho'ng ish qila olsak, bu chaqda bir tashkilot qurib Xitoyga qarshi turardik. Bu cho'ng ishda. Xo'sh, endi kelgan vaqtimizda ish endi u gapninki sal nimasiga o'xshamaydi endi bu. Buningda endi amaliy qo'l silib turib bir ishni qilish kerak-da. Endi chet eldagi ahvolimizni qaraydigan bo'lib qolsak, hozirning o'zida ish harakat qilayotganlardan ish qilayotganlar ko'p, gap qilayotganlar ish qilayotganlardan ko'proq bo'ladi. Chunki bular endi nurg'un sabablar bor buningki. Buni men bu 30 minutlik suhbatda deb bo'lolmayman, ammo asosiy deb qo'ydiganim birisi gap qila oladiganlar gap qilsa bo'ladi ba'zi chog'larda. Ba'zilar faqat gap qilsa bo'ladi. Masalan, diniy tabliğchilik bo'lib qolsa, masalan, bizda men hayotimda bir haqiqiy Uyg'urning manfaati chiqib, Sharq Turkistondan manfaatidan chiqib so'zlagan diniy tabliğchi yomon oz ko'rdim men hayotimda. Bo'lapmi qirg'inchilik bo'layotgan vaqtda tuki yo'q gapni o'zini avar qilib, masalan deylik, Qur'onchilar, sunnatchilar o'ttirishga da'talash deylik. Masalan. Mushu qirilayotgan bir millat hozirning o'zida bütün bir diniy sohadagilar diqqatini beradigan masalami emasmi buni o'ylash kerak dastlab. Bu masala qanchalik chiqsin, qaysi xil shaklda chiqsin, men bu yerda taraf tutish nimam yo'q, chunki men diniy sohadagi odam emas. Men qaysidan to'g'ri, qaysi qadar bilmayman. O'tirib tursin, men bu nuqtani demayapman-da. Ammo bu qichishmaga yana qashlash degan gap bo'ldi Uyg'urchilikda ma'lum. Qirilayotgan bir millatning beshida o't qo'yayotgan vaqtning o'zida diniy sohadagilarningki
sap bo'yicha jihodga chaqiranmay, mushunda aq chiqmaydigan odam bir-birisiga dushman bo'ladigan, bir-birisining vazxonligini taqdim oshiradigan, bas-basga soladigan, mushunda bir ishga boshlab qo'yishdan iborat bo'ladi. Hamda ikkinchisi gaptalliqda yana birisi o'zini bezlash bo'lgan bo'ladi. Masalan, bir ish qilayotgandek ko'rinish. Aldirash ko'rinish. Hech qilmaydi, ammo aldirash ko'rinishda hamda bu. Yaman cho'ng, ulug', po'pon, strategik gaplarni qilish orqali yo o'zini bilimli ko'rsatish, yo o'zining iqtidorsizligini yoshirish yoki ish qilolmaydiganligini oqlash. To'g'ri. Bu xil ahvolda. Hamda harakat keladi. Men bu harakat kelgan vaqtimizda men bugun mana hozir Twitterda ko'rdim. Parijda Falastinni qo'llab necha ming, 10 ming kishilik g'oyat zo'r namoyish bo'lardi hozir. Oddiy bir misol hamda. Hamda harakat kelgan vaqtimizda biz mesela irqiy qirg'inchilikni 2016 boshlandi desak 8 yil bo'ldi. Falastinlikni seçti olgan vaqtimizda bizda radikal shakldagi qarshilik bo'lib boqmadi. Hozir texdimi bo'lmaydigan bir yerga ketyapmiz hozir. Ya'ni harakatninki radikalligi biz uchrayotgan radikalligi, keskinligi, uzluksizligi, unumi qatorliqlar biz uchrayotgan qat'iyamninki keskinligi, vahshiyligi, darajasi, cho'nqurligi, ta'siri qatorliqlar bilan butunlay mos kelmaydi. Masalan deyli, oddiysi oliy maktabda falastinliklar hozir dunyodagi dangli Harvarddan tortib takmish Avstraliyadagi odatdagi maktabgacha ular nimadagi kampdek nimani qurib, nima deymizmi? Uxlaydigan nimani? Nima deylik buni? Çedirlan tikib, oliy maktabda çedirlan tikish orqali o'zining kech kunduz qarshilik bildirib o'tadi. Uyg'urlardan texim men ochlik e'lon qilgan Uyg'urning birini bilmayman. Men shuning ichida. Yo'g'on so'z desak bo'lmaydi. Falastinlikni o'rganishimiz kerak. Albatta, Falastinning nurg'un sharoitlar bizdan ustun. Onu men bilmayman. Hatta Uyg'urlarimiz hadi savdo o'ylab ketdi Falastinni ishlash uchun. Uyg'urlar shiqib bir og'iz gap qilmaydigan Uyg'urlar Falastinlik uchun savdo. Nimishqa? Uyg'urning gapini qilsan qahramon bo'lolmaysan, ammo Falastinlikni qilib qolsang, ehtimol qahramon bo'lishing yoki o'zingni baziyalishing mumkin. Xalqaro cho'ng bir ish bu. Yuzingni ko'taralaysan uni. Uyg'urnikidan nim foydasi bor deb o'ylashing mumkin. Uni tushunaman. Gapim qaytib kelsam, harakatda biz o'zimning bu yuragimdagi bir nomus tuyg'usi, azob tuyg'usi shuki, asosiy cho'ngish qilolmadik. Ammo cho'ngish qilganligini tillashda, tushirishda, bu nomussizlikda ajoyib cho'ngish qildik. Men oddiy bir misol keltirib beray. Bu misol men ilgari keltirgan, mishaga to'g'ri keldi bu. Salih 2018-yilda bizdeki hükümetlik Salih efendim ve ailesikiler şu namoyishni Amerikada qilayotgan vaqtda shu vaqtda ba'zi Uyg'urlarninki Salihni ayblayotganligini men anglagan. Ayblashni nima desa Salih diniy radikalmish, sarang bolamış. Çünkü onun tuqqanlari buni sarang deymish. Qatorliqlar. Turibdi Salihni ish turib tursin. Salihning sarang o'ngluqmi turib tursin hozir. Shu chaqda men shular dedim, agar Salih sarang bo'lsa, diniy radikal bo'lsa, unda olsa men Salih'de öydüklerigidey şu namoyishni to'xtatib tursin. Siz chiqib uyingizga chiqib ishga tiqib bakın üzlüksi desem yo'qolib ketdi ular. Bu yerdagi gap nima degan vaqtda, 5 maymunning hikoyasi bor dedi. Mening kitobimda yozganda. Mustaqillikdan qo'rqib ketgan bu xalq xuddilikda qapazdagi 5 maymunga bananni üzmeyse, üzsen urman deb qalliq so'ndirib etgandan keyin yeni kirgan maymunni uni 5 maymun ichidagi birini elib etib, tadqiqotchilar uning yangi bir maymunni soladi. U oldi bilan ayat isib turgan bananni osi bo'lmaydiganligini bilmaydi bu. Kiriblar bananga isilgan vaqtda ilga tayoq yeb baqqan boshqa 4 maymun uni tortib oqisiga og'izmaydi uni, hatto urdi uni. To'g'ri. Bizdeki avval dal mana shu. Salih mustaqillikni deb qolsa, mening mustaqillikni damavatgan demaydigan mash sharmandichilikim oshkorlanib qoldi. Dushman atrafda qoladi, Salih dushman bo'ldi bu chaqda. Nimishqa Salihning u ishi ularning vijdoniga sanjilayotgan maxluqotida yerda. Harakat kelaydi, men savolning o'ziga kelay.
harakatda masalan mustaqillik deydigan bir nuqtaga kelgan vaqtimizda qildigan ish intayin yomoncha qildigan ish. To'g'ri. Namoyish qilish buning ichidagi eng konkret, eng bevosita, eng unumi eng ko'riladigan, eng aqalli bir qarshilik harakati. Qarshiliklarda nurg'un harakatlar bor. Toki bir narsa yezish, nim qilishdan tortib, so'zlashdan tortib, ochlik e'lon qilish, ya'ni shu nimalarni qilish, to'plashib O'zimizning irodasini bildirish. To'g'ri. irodasini bildirmişmiş Falastinlikdek. Falastinlikka qarasanlar, yeni chiqqan bir avlodninki, ko'chman ikkinchi, uchinchi avlodning bolalarninki oldingi safga ketayotganligini ko'rasizlar. Albatta. Falastinlik bo'lmagan boshqa musulmon va musulmon bo'lmaganlarning qo'llashim bor buning orasida. Bizning ikkinchi avlod Uyg'urlarimiz chiqdi. Mana bizning bolalarimiz ikkinchi avlod bo'lib chetaldikida masalan, muhojiratlikninki. Bular nima ish qilyapti? Biz nima ish qildik yoki biz bir avlod qancha qarshilik ko'rsatdik. Chiqib ketsak, o namoyishga chiqish, buningki quyruq teqidan quyruqni qumbasiga o'xshaydi. Ya'ni vatanga berish qizg'inligi. Xitoy nima deydi? Haqiqatning mushundaq g'urursizligi, o'limtikligi, vijdonsizlik uchun men mushunda qilaman, qanday qila olaysa deydigan gap keldi. Nomussizlarcha oldiq boramiz. Anadan namoyish qatnashmaydigan chiqdi bu yerdagiga. Demak, harakat nuqtasidan kelsak, endi oxirgi gapimiz jig'ay, sal chechilib ketib qoldi bu savolga berilgan javob. Gap qilib 8 yil gap qilib baqdiq. Amal bor, o'zimizni bir ish qilayotgandek, bu irqiy qirg'inchilikni yomon cho'ngish qilayotgandek qilib baqdiq. Hatto chet ellik bilan ko'rishib rasmga tushib baqdiq. Qancha foydasi bo'ldi? Harakatda agar biz o'ylaylik hozirda, mana oqimizga 2 qadam yenib o'ylab baqaylik. Butun millat bo'yicha ochlik e'lon qilgan bo'lsak, Falastinlikka o'xshash nerede bo'lsa parlamentning oldinlarida ash kampni qurib, ash shederilni qurib yotgan bo'lsak, bola chaqalarimizda yotgan bo'lsak, qanday bo'ladi? Gaplar bizni qanchalik allayladi, qanchalik bizni oldidi, qanchalik bizningki qahramonligimizni boshqa bir yerga yoki ochiqimizni boshqa bir yerga burib etdi. Qanchalik harakat qila oldik. Bu intayin sovuqqonlik bilan, intayin bir kritiklik shaklda o'ynashgan bir mas'uliyat bu hozir. Endi 8 yil bo'ldi. Hozir bu gapni qilib qolsak cho'zsa, xuddi bu ish nimaninki quliqqa satachagandek bir ish yo'ldamda hozir bu. Eshakning quliqqa satachagandek ish yo'ldamda. Nimishqa qo'shaqmaydigan bo'lib ketdi hozir bu gaplarga. Bu men o'tgan qatimda bir suhbatimda degandek, bir xil bu irqiy qirg'inchilikdan zerikish, parvoz, buningga bo'lgan parvozsizlik va aniq buningda bir harg'inlik shakllanib bo'ldi hozir. Shundoq bo'lsa-mu, umidni uzsak bo'lmaydi. Men buni keyin so'zlayman. Ya'ni shu harakat bo'lgan vaqtida intayin unumli harakat, gap emas hamda. Harakat qilmasak bo'lmaydi. Qildigan ishimiz yomonjiq. Men o'sha to'xtalib bu savol berdim. Rahmat. Haqiqatan qildigan ishimiz haqiqatan chiqqan, ammo biz ish qilmay gap qildigan ko'nib qolgan millat o'xshaymiz. Hamda yaqinda siz X'da psixologiyadagi Danning Kroger unumi deydigan bir hukm to'g'riliq tushuncha yordingiz. Buni bu yerda yechib bera olamsiz? Nihoyat yaxshi narsa chiqaribsiz Twitterga. Danning Kroger unumi degan bir cognitive bias deymiz inglizcha. Buni biz zihinsel bir taraflamalik deb tarjima, zihinsel degan uyg'urcha cognitive tarjimasi turkchada oldim, amalim yo'q. Bias deganimiz uyg'urchada bir taraflamalik deyiladi. Bu deganlikning o'zining iqtidori tuval turib, o'zini intayin iqtidorlik deb qarab olish hodisasi. Meningki Uyg'ur bo'lash sifatim bilan bizning Uyg'urlardagi bo'lapmi shu yoshlardan ko'ryapman men buni. Ikki cho'ng bir mening kallamda davomli qo'chiydigan bir ikki tema bor bu yerda. Birisi Uyg'urlardagi bir xil g'alati g'urur yoki bema'ni g'urur deb qarab qolan ba'zi holda. Ikkinchisi manmanchilik. Ben g'alati g'urur to'g'risida gap qilmay, savolni emas, manmanchilik nuqtasidan kelayman. Manmanchilik deganimda bu dal shu Dunning-Kruger nuqtasi degan unumga effektga yoki unumga ketadi bu gap. Bu deganlikning o'zi o'ziga baho berish iqtidorining intayin tuvanligi. O'zini ko'pincha Allohda ziyoda yuqori ko'rib, ajoyib bir qobiliyatga ega deb qaraydiganda. Men vatanda so'rovlarda
ta ki şu o'rta maktab vaqtim tatib ta ki oliy maktab va xizmat chiqqan davrlarimda nurg'unlagan bolalarni ko'rganman. Ularning ko'pinchisi bir xil tushbadida Uyg'urlarning lideri bo'ldigan, dois bo'ldigan bir xil tushbadi. Xili ko'pini ko'rganman. Sizlarni ko'rgan bo'lishingiz jur'at buni men ta ki shu vatandan chiqib ketgich bunday odamlarni jiq ko'rganimda u odamlar inchki diqqat qilgan vaqtimda bularda o'zini tonish iqtidorining intayin tuvanligini his qilganimda shu vaqtda men savol qo'ygan o'zimga o'zini tonish uchun o'zini bilish kerak. O'z deganim Uyg'urlarda o'zlik bormi degan bir savolga kelgandim. Yoki bo'lsa bu qanday o'zlik bu deb. Chunki o'z avval o'zini bilish uchun bir o'zlikni bilish kerak. Ya'ni o'z bo'lish kerak oldinda. Ya o'zlik bir o'zlikni bilish kerak bir odam degan. Shundan keyin ko'p ballarda men bir xil xomxiyollik nurg'ulagan odamlarning bu xil xomxiyolga cho'kkanligini his qildim. Chet elga chiqib 2000-yilda tunji qatim Erkin Osiyo radiosini anglab qoldim Uyg'urchasini. Shu vaqtda hozirim bor bu Uyg'urlarning yetakchilari deb qaragan. Shularning gapini anglab men tunji qatim. Tunji ta'sirat muhim deymiz-ku. Tunji ta'sirat xato bo'lmaydi yoki bizni oldimaydi deymiz-ku. Shu chaqda tunji ta'siratim bulardagi ko'ptirilgan bir o'zlik yani menlik darajasiga ko'tarilgan va bu yerdagi siyosatga xomxiyollik. Meni eng hayron qoldirgan bir yeri qilayotgan ishni Xitoyga nisbatan g'oyat zo'r bir taklif shakllantirib deb qarab olish. Ba'zilarida men shu chaqda bir turib buni to'g'ri tushunib baqdim. Nima ish qiladi desa, xalqni ergashtirish uchun o'zini cho'ng ko'rsatib siyosiy bir nopuz tiklash uchun bunday qilsa ehtimal xato emasdi bu deb. Chunki ba'zi chaqda o'zimizni Xitoy bilan chunki biz bir Xitoy bilan erishayotgan bir xalq bo'lish sifatimiz bilan Sharq Turkistonlik bo'lishimizda o'zimiz shu darajaga qo'ymasak bo'lmaydi. Hozirgi hukumat bilan biz hozir o'zimizni Xitoy hukumati bilan teng barobar o'rin qo'yamiz deymiz Sharq Turkiston surgun hukumatini masalan. Shunga o'xshash bir men buni to'g'ri tushundim. Ammo o'zining realligini, o'zining iqtidorini va o'ziningki qo'ldan nemishlaning keldiganligi bilan hisoblashmaslikdan keyin afsuslandim. Yani bular şu narsani ko'rgandan keyin demak bularda ya İngilizce bir gap bor, hani iç nazar deb tarjima qilgan, men insight deb, self insight, yani o'zi ko'ra olish. O'ziningki qalbini ko'ra olish iqtidorida. Bundanki nihoyatda ko'pinchida men bek kamligini his qildimda. Yani xayriyat 24 yil o'tdi, chet eldagi 25 yilda o'tdi chet eldagi hayotimda, muhojiratlik hayotimda. Meni eng ansratgan bir yeri ikki ish hamda. Birisi bek ziyoda kamtarlik hamda. Favqulodda otirak o'tib ketgan, qobiliyatli odamda bo'lgan, odamni ichini siqib tutadigan bir xil kamtarlik. Bu oz uchraydi ekan mening kuzatishimda. Ammo ko'pinchisi esa o'zini ko'ptirib olgan, o'zini intayin zo'r bir nimaga qo'yib olgan bir xil nimalik. Shu Dunning-Kruger nimasidagi effekt. Endi bunday odamlar birisi o'zini tushunmaydi. Yoki bunday odamlar o'z mabdan keladi, yoki bunday odamlar qasddan o'zini qobiliyat yo'q bo'lsa-mu, o'zining yuqori qobiliyat qilib turib, boshqalarningki qo'lini keltirish orqali o'zligi ya bir lider bo'lish, yoki yetakchi, yoki bir mashhur shaxs bo'lish, yoki bir muhim munosabatli bir shaxs bo'lish hissini qondirdi deb qarayman. Endi bunday bir hodisa odatdagi odamlarda bo'lsa xayriyat. Xayriyat. Ammo bunday bir hodisa yetakchilarda bo'lib qolsa, bu nihoyat qiyin bo'ldi, chataq bo'ldi. Nima ish qiladi degan vaqtda bu xil shakldagi odamlar asosan tanqidni qabul qilmaydi. O'zimningki rostab turib oldi. Xatolikni mushaq chiqib tursa-mu, yana tanbamaydi, gap o'yintidi. Mana hozir ko'ryapmiz buni. Nimasi ko'ryapmiz, mushaqchilikni ko'ryapmiz. Yaqinda jinsiy parakendlik seçilikte bu narsani ko'ryapmiz. To'g'ri. Men buni 25 yil his qilganman buni. U vaqtda meningki nazariya bilimlarim hozirgidek emasdi. Men bir his qilgan bilan uning qaysi bir kategoriyaga tushadiganligini bilmaydim. Bu oqibatda shunday qiyin bo'lgan narsa buning Krugerning. Endi yana bir nuqta, oxirgi bir nuqtani ketib qo'yay bu yerda. Odatda deymiz, zulm qiyg'ichi bilan zulm qiyg'ichi o'tirisidagi farq ko'pincha hollarda yo'qolib ketib qoladi. Ba'zi hollarda, ya'ni zulm qilinguchi zulm qiyg'ichini do'rab chiqadi oxirsida. Oddiy misol keltirsam, bir oilada agar dada zo'ravon bo'lib, bolaga davomli zo'ravonlik qilsa, psixikalik zo'ravonlik, hissiyoti zo'ravonlik qatorliqlar qilsa, bola cho'ng'uga vaqtidami ko'pincha hollarda boshqalarga zo'ravonlik qildigan bo'lib chiqadi. Chunki bu yerda
murakkab bir jarayon. Bu oddiylashtirirsam, zo'ravonlik qilinguchi, zo'ravonlik qiyg'uchiga zo'ravonlik uchrab ekandan keyin oxirsida zo'ravonlik nupuzi qarta bir cho'qinish shakllantirib qoladi. Ash orqali o'zlikini namoyon qiladigan bir yo'l deb qarab, boshqalarga zo'ravonlik qilishga boshlaydi keyin. Shuning uchun men g'arbda oila zo'ravonlikni cheklashning o'zi jamiyatga zo'ravonlikningki uli chiqqandan keyin jamiyat zo'ravonlik qilishninki oldini olish ekan. Chunki oilik zo'ravonlik oldin ilinsa, yoki cheklanmasa, u keyin jamiyatga chiqqan vaqtida u o'xshash usulda davomlashadi degan gap. Hamda meningki Xitoyning mustamlikida yashagan 49-yildan keyin yashagan vaqtimizda Uyg'urlardagi Xitoylar bilan bo'lgan bir xil bir nuqtada nurg'un nuqtalar bor. Bu yerda men bunisi birsi Lushinninki AQ'ninki tarjimali degan bir asrda AQ'da Lushin bir nimani bir psixik holat o'tirdi. Ya'ni ro'yi g'alabiyatchilik. Bu degan gap sen naati xo'rliq uchrasangmi o'zingni bazlab naat o'zingni ishil ko'stalaysa degan gap. Masalan, naat achchiq bir misol, ajoyib bir o'tkir bir misol var. Bu yerda AQ'ning kimizda. Bir kuni AQ bir qimoqxonada bir ismli qog'inida qimoqxonada bir urushib qilib, naat zo'r azar yeydi bu yerda, haqoratlanadi. Tepib chiqarib o'tildi. Shu vaqtda AQ o'zini bezlash uchun kaçtaga o'zi urdi. Urib bo'lgandan keyin o'ylaydiki, bu yerda kaçatga urg'uchi bilan kaçatga urilg'uchi ikki subyekt yoki ikki odamdek nima shaklida qoldi. Ana ikkisi o'xshash gap. Kaçatga urg'uchimi o'zi, kaçatni yeguchimi o'zi. Ama o o'ylab to'xtabdi. Bu yerda kaçatni yeguchi bor ekan bu yerda. Ama bir yerde kaçatni uyg'uch yana biz bo'ldik-a, demak, men kaçatni uyg'uchiman deb ondan o'zi qilib, men g'alaba qildim bu ishda deydi. Bu orqali men nima demoqchi degan vaqtimda bu yerda biz bu xillikda Dunning-Kruger, ya'ni o'zimizningki bu qadar haqoratga uchrayotganligimiz, bu qadar nima bo'layotganligimiz, yana bir xil ro'y g'alabiyatchilikda yo'q, men ishim bo'lmadim yoki men ishimni xato qilmadim yoki men yanilla ulug' deydi. Men bu orqali o'zimizni butunlay tushirib vayron qilish tarafdori bo'lmayapman. Ammo mushu o'zimizga bo'lgan o'zimizningki qarshiniki bir xil saxta ro'yi g'alabiyatchilikningki. Ya Xitoydan o'rgandikmi, ya Xitoylar ustimiz tushyapmiz bu yerda. Chunki Lushinning degan gapida Lushin Xitoy tarixiga nihoyatda ochiq, keskin rəhimsizlik bilan bağırdığı bir Xitayning ziyolisi bu. Birisi Xitoyninki savdoyi. Kongrun degan bir asri var. Sarang adam degan gap ham to'zi tarjima qilsak. Shuningda Xitoyning 5000 yillik tarixini qonliq odamni yeydigan tarix deydi. Shangning adadinkidimi Xitoyninki nimasi hikoyasimi Xitoyning tarixini intayin qonliq bir tarix qilgan. Endi AQ'ninkida Xitoyning psixikasini ro'yi g'alabiyatchiga to'lgan psixika bu deb Dunning-Kruger'niki o'xshab ketadigan bir nima qo'ydi. Buningdagi asosiy nuqta nima degan vaqtda Xitoy kollektiv o'zligidagi binormal hodisa. Haqoratlanmasimi, haqoratlanmayotgandek yana bir xil o'zini ro'yi ustun ko'ralash, bir xil binormal shaklda ro'yi ustun ko'ralashda mushkul holatni deyish orqali Xitoyda kollektivninki o'ziga bo'lgan tonishninki naqadar xato durmilinib ketganligini o'ttirg'a qo'ydi. Men mush o'xshash narsani demoqchiman bu yerda. Ya'ni mayli Dunning-Kruger bo'lsa yoki boshqa bo'lib qolsin, odamninki dunyodagi eng cho'ng bizning sofistik falsafamiz bu narsa o'zingni tonu. O'zingni tonigan vaqtingda o'zingning qalbingdagi Rabbingni taniysan degan gap chiqadi. Eng oxirisi bu yerda ajoyib bir xil o'z bilan Rabbi o'tirishga murakkab bir munosabat barliq keldi bu yerda. Bu turib tursin. Yani o'zimizdagi normal sekular nuqtasi elib o'tgan vaqtda o'zini tanishtirgan bu bir odamninki bu dunyodagi eng cho'ng vazifasi mana shu. Chunki o'zini tonimagan o'zgini tonimaydi, o'zgini tonimaydi, dunyoni tanig'ida bo'lmaydi. Eng aqallisi o'zini tanish uchun shu o'zida bor bo'lgan shu o'zlikni, uning xarakterini, uning qobiliyatini tanimak lozim. Bu yaman zo'r bir hamda bir g'alat yeri, hamda buning ta'tir yeri hamda
Hmm. Özünü tunuş aql bilan mangıdı. Hmm. Özünü tanıyamaydigan adamlarninki aqlini to'liq ish qilganligi odamni gumon qo'zg'aydi-da. Shunda bo'lgan vaqtda o'zini ziyoda bilib oldiganlar yoki mabadorlik qildiganlarning ko'pinchasiga diqqat qilsak, aqli sal u qadar o'zi ko'taygandek unda aqlli emasligini his qilamiz. Shuning bilan gunoh, ya'ni ularning aqlininki ziyoda emasligini qo'yishga majbur. Ya'ni ularning aqlining ziyoda emasligi ularni tanqisalda eng aqlliq deb mushundaq bema'ni qarashga sabab bo'lgan bir omil deyishga bo'ladi. Bu mushundaq bir tartibga keladigan bir ish endi shu. Gapimni yig'sam, o'zingni tunu degan bu bizningki ota bobolarimiz degan ham dunyodagi nurg'unlagan kulturlar deb o'tgan insonning bu dunyodagi eng chong burchlarining birisi mana shu. Agar o'zimizni tanıyamasak, boshqalar orqali tanısak bo'ldi. Boshqalarga degizib, boshqalarning fikri yoki boshqa orqali bilsak bo'ldi. Ama bu orqali kollektiv alda bizning oramizdagi bo'yliqni nimalarda, mayli yetakchilar bo'lsa, boshqalar bo'lsin, ishimizga daxl bo'ladigan ishlar bo'lsa bo'lmaydi. Odatli odam bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, o'zimizni to'nigan vaqtimizda, haddimizni, ya'ni chegaramizni bilgan vaqtimizda, o'zimizning iqtidoriga loyiq ish qilgan vaqtimizda mush dunyodagi o'rnimizni eng topgan bo'lamiz gapim tugadi. Rahmat. Bunda biz bir ders berdingiz amaliyotda. Nurg'un buni tegida nayt chunqur falsafalik va psixologik ideyalar bor ekan. O'zini bilmak haqiqatan mushkul bir ish ekan. Eng yaxshisi o'zini bilgan, haddini bilgan yaxshi bo'ladi ekan. Hamda biz yosh vaqtimizda siz eslaysiz, biz bir yerga kelsak davomliqla shu o'zimizningki kulturi, tariximiz, undan keyin bizning siyosiy taqdirimiz to'g'risida paralashtirgan. Davomli fikr qildigan. Hem o'rganishga tirishadigan, shunday bir xil kayfiyat bor yoshlar orasida, shu o'qiganlar bir yerga kelsa shunday bir. Endi biz hozirgi yoshlarga shu to'rna taraqqiy qilgan turli to'plar qurilayotgan shunday bir yoshlarga nisbatan sizning qanday bir bilmakni istaydigan yoshlarga qanday bir taklifingiz bor? Oddiy qilib deb bersangiz. Men abay deganimdek yoshlar to'g'risida cho'ng gapni qilibdi men, harakat emas, gap. Benim ben o'zim tanqidlagan gap bu. Chaqiriq qilibdi men. Hamda manda kelaman gapga. Uyg'urlar hamma narsani yo'qotdi desak bo'ldi asosan. Mayli moddiy jihatdan bo'lsin, mayli ma'naviy jihatdan bo'lsin, irqiy qirg'inchilik bizningki jilkimizni sho'rvatdi. Mayli buni bilgan biz bilayli ya keyin bilayli. Bu keyin necha o'yinlardagi bilinadigan ish bu. Bu uzunga so'ziladigan tutmagan bir asorat, kollektiv bir asorat bu, avlod aro asorat bu. Bizningki mushu yo'qotishlarimizning ichida biz yo'qotib qo'ysak tamamen bo'lmaydigan, ham uni yo'qotsak hammamiz eng orqasida yo'qiladigan bir narsa bor bizda kelayotgan hozir. Yani garchi uning kelishimi xiris to'lgan bo'lsin, u nimasi umid. Qirilayotgan, ezilayotgan, yo'qotilayotgan bir odam, gruppa, kollektiv yoki xalq bo'lsin, ularningki eng yo'qotmaslik kerak bo'lgani, eng oxirida esilmoqchi bo'lgani, ham esilish kerak bo'lgani umid bo'ladi. Bu dengizda tunjiqib ketayotgan, jon talashayotgan bir odamningki qo'liga nima chiqsa, qo'lini o'tirib urib bir tutqudek bir narsani izlashiga, savdolarcha, g'aldirlarcha izlashga o'xshaydi. Bizda mana shu. Bizni tutib turgan narsa mana shu umid hamda. Ana ustiga qadimqilarimizning bir gap bor, o'lmagan jonda umid bor deymiz. Bu jonning o'zi bir umid turdi. Jon bo'lash. Hamda jon degan gap Fars tilidan kirgan, bu hayotliq degan gapni bildirdi. Birinin jini bor degan gap, birinin hayotliq bor degan gap. Hamda biz umidni o'ylagan vaqtimizda biz yoshlarni o'ylaymiz. Men bu yerda yoshlar bilan bizningki eng oxirgi ruhiy imkonimizni bog'layman bu yerda. Yoshlar bizning umidimiz. Agar umid bizning mavjudligimizdagi eng oxirgi ochqichliq ma'naviy omili bo'lsa, buning eng oxirgi reallashishi yoshlar bo'ladi yoki yoshlarda bo'ladi.
Yaşlar bizning ümidimiz bo'ladi. Bu nuqta ilib etgan vaqtida biz yoshlarni boshqa har qanday vaqtda alohida qadrlashimiz va ularningki yanida pasibon bo'lib, ularningki yetilishiga yordam berishimiz va eng oxirisida ularga bu umidni qoldirishimiz kerak. Bu yerda bir avlodningki bir mas'uliyati bor. Ya'ni bizningki mush avlodningki yoshlar oldida yoshlar orqali ro'yobga chiqadigan kelgusidagi mavjudligimiz haqida bir mas'uliyat tuyg'usi bo'ladi. Bu har qanday bir Sharq Turkistonlikningki, men yoshdagi va mendan cho'nglarnikida bir cho'qim his qilish kerak bo'lgan, amalga oshirish kerak bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi bu. Endi yana bir nuqta ilib etgan vaqtida men buni Avstraliyadagi ba'zi nutq qilib ko'p degan, men 40 yoshdan oshgan Uyg'urlarning qo'lidan bundan keyin cho'ngish kelmaydi deb. Bu gapim turli shakllarda talqin qilindi. Xato tushunildi, to'g'ri tushunildi. Xato tushunilsa men nima qilib ketmayman. Hatto bu vaqtda ayblansam, men gap ko'nglim yerim bo'lib ketmaydi. Chunki bunday deyishimning sababi bizda bir gap bor. Ya'ni menda tug'ilgan Chashqan Güldür Mahmud'dan qo'rqmabdi deydigan ajoyib bir psixologik bir qonuniyat bor ma'noda. Ya'ni yoshlar bizdek ezilib kommunizmning tarbiyasida ko'pincha to'liq uchrab ketganlar yo'q yoki bir turkumlar unda uchrab ketmagan. Shuning ularda bir erkin iroda, texnikami muhimi nopozini suvollay oladigan, nopozga qarshi chiqa oladigan, bir nimaga ilmiy qaraya oladigan bir ruh bor deb qarayman. Gerçi ben bunu yamanca ko'rib ketmasam-mu hayotimda, ammo bir izgi bir istek bor qalbimda. Bular shunda qila oladi deb qarayman. Bizda yaxshiroq deb qarayman, bizdagi bir avlodlardan. Men o'zimning kallasini, unda desam, kulishinglar mumkin, 20 yil tozaldim desam bo'ladi. Mush kallamdagi mushu nimani, mush dashqallarni, kommunizmning dashqallarini 20 yil tozaldim desam bo'ladi. Boshqalarimiz shunchalik vaqt ketish mumkin, yoki undan uzoq vaqt ketish mumkin. Ammo yoshlarda bu dashqal sal ozroq bo'ldi bizda. Anandan keyin yoshlarningki mening endi qo'ydigan talablarimning ichida men birinchi nutqimdan tortib men bir nuqtani o'qib kelyapman. Eng muhimi yoshlarda bir xil o'zini bilish, abay deb o'tib ketdik, men jiq deb ketmayman. Kimligini bilish. Masalan, yoshlik davrida bir odamningki eng qiyin uchraydigan savol shu bo'ladi. Men kim? Men nega tava? Yoki nimaga tava? Mushu ikki savolga yoshlar javob berolmay qolsa, tuyquluq kelib qoladi. Agar siz Amerikada bo'lsin yoki boshqa yerda bo'lsin, yoshlarningki jinoyat o'tgan nisbatan qarab baqsangiz, mush ikki savolga tugaladi eng oxirisida. Yoki menning kimligini topolmagan, yoki nega tavaligini topolmagan. Mening yoshlarning kutilganimmi o'zining kimligini, tarixiy, kultural va siyosiy kimligini tanirgan bo'lish kerak. Ikkinchisi shu degan vaqtida o'ziningki nega, nimaga, kimga tavaligini bilmasa bo'lmaydi. Bu aniq olmasa bo'lmaydi kallada. Bu o'ylabda qancha aniq bo'lsa, yoshlarning yo'li shuncha tuz bo'ladi va qaymoq shuncha oz bo'ladi degan gap. Buni yedirishda biz cho'nglarning mas'uliyatimiz bor, ammo oldida yoshlarimiz. Bu bir. İkinchisi shu degan vaqtimizda meningki eng ichim siqildigan bir yerlari yoshlarningki ma'lum bir sohaga g'ujmaklanishi. Masalan, deyli, Turkiyadagi ko'pinchalarningki diniy sohada ilm tahsil qilishi. Ammo u diniy sohada ilm tahsil qilgan yoshlarningki u o'zining tanlashi. Ammo bu bir sohaga net 100 yoshlarningki tiqilinishi normallik emas bu. Bir keskin nuqtasi qilib. Çünkü neçe bin sahaba bu dünyada. Uygurlarınki, hatta Uygur ırkı kırgınçılığı tava. Muşnada biz nemi kıldı desek, ta ki şu Sünni emradakilerle nemini analiz kılıştan tatip, Şarkı Türkistan'daki kampının orun analiz kılıştan tatip, o yerdeki Xitay'nınki emeldarlarınki evvaldan tatip, Xitay'nın siyasi kurulması, muş nemini ırkı kırgınçılığını yapmağındaki psikolojik teşvikatları, qatarlıq siyasi ağ görünüşlər, bu texnik muş net 100 kesik taqışıb edilən kesiklər var. Əgər ma vətənimə bir iş qılmayan dediğim bu. Demək, sahalarda köp xilləşiş və köp xilləşkan sahalarda əlalaşış bu bək mühim bir işdir.
Ben bunu cık göremedim hazırlıkça. Ama bunun için buluş mümkün. İhtimal bulavatkandı. Benim göremegandaki mevcut umağılıkını bildirmeydi bulanınki. Ama bir sahaga jigili bilish yaxshi emas bu. Allah'a din okumay turib mi xizmat qilib bo'ladi. Cho'qim dinni o'qitadi qilish to'g'ri. O'qiydigan bir turkum odamlar bo'lish kerak. Ammo yana dindan sir yana nurg'unlig'a kasblar bor. Ko'rmagan kasblar bor. Bu ikkinchisi. Üçüncüsü şu degan vaqtimizda bizningki mening ansaydiganim Dunning-Kruger nimaga azroq kelib ketib qoladi. Bir xil hakavrlik bor deb qarayman ko'pinchimizda. Men yoshlarda qanchalik borligini to'liq tushunib ketmasligim mumkin, ammo xili ko'p deb qarayman. Haliqi biz kichik vaqtimiz bir deydigan bir gap borda, haliqi bir non topsa dab chaladi deymiz-ku. Kichikkinan bir nimani bilib bilish yoki bir nimani qilib bilishdan shu zamatlayliqi bir xil cho'ng ego nim qilayotganda qarab boqinglar. Ochiq bir narsada bizning oldimizga ko'zga nurg'un yoshlar ko'ringan. Nurg'un yoshlarni umid kutgan. Keyin nerede qoldi bu yoshlar? Turli sabablar bilan bu ishlardan ayrildi. Bak tiz ko'tarildi. O'zini bak yaxshi tashviq qildi-yu, ammo nemishqiki ya tav noziklik qildi, bir ikkisining ketilishdan chiqib qoldi, yoki boshqa sababdan qilib qoldi, yoki ichi bo'shliq bo'lib boshliqqa pulanga sharga o'xshash ko'pab osmonga bir chiqdi, keyin aniki tossida yerildi, yo'qoldi degandek ish bo'ldi. Nurg'ulg'a yasha yo'qoldi aramizdan. Umrlik albatta. Bu bir jamiyat deganda shallandigan ish bo'ladi bu yerda. Bosishamaganlar yoki o'zini chin kuchli tutib turolmaydiganlar shallandigan gap, yengisi chiqadigan gap. Bu shafqatsiz bir shallash jarayoni bo'ladi bu. Tabiat dunyosida shu, ijtimoiy dunyoda shu bo'ladi. Ammo shundoq bo'lsa-mu, men yanilla bizdagi psixik jihatdagi yetilishninki. Yanilla xeyli ojizlikni his qilaman. Ya'ni bundachilik bitgan vaqtda pishib yetilish deymiz-ku. Pishib yetilmekninki, har jihatdan eg'ir bo'lmoqninki, o'zini dangsimakninki, o'zining sharoitini dangsimakninki, o'ddisin chiqa oladigan odamlarimizningki yanilla ko'p salmoqni egallashini umid qilaman. Bu psixik jihatga yetilish degan narsa. Andan to'rtinchisi, endi bu tugamaydi bu tartib, ammo men shu to'xtatay. Endi yana bir nuqta bizningki hozirgi dunyomiz haddidan ziyod murakkablashib ketyapti. Biz o'ylagan qimmatlarning yolg'onligi, saxtaligi, muajoratga vatandagi o aslashimda yoshlardan, hozirgi biz yoshlardan biz shu dunyoninki puhrasi bo'la oladigan, dunyoninki bizning kutayotgan xiristlarni his qila oladigan va uni o'zi tayyorlaydigan. Masalan, buningda biz taki sunniy aqlning krizisidan tortib siyosiy jihat, ya'ni demokratiyani g'ulab tushish mumkinchiligini ko'ryapmiz hozir. Ya'ni bu g'ulab tushish mumkinchiligi Amerikada boshlanyapti hozir. Qanday bo'lganligini qanaqa Trump'ninki qancha men Trump'ni aqlamatıman, Uyg'ur qirg'inchiligida asli bor odam deb qaraman, bu jiq nimalarni yozgan, men o'tirib tursin, ammo men bu yerda bizlikka ishongan, ya'ni bizningki ishlarimizga yordam berdi deb qarayotgan bir demokratik kuchlarningki oldi kelayotgan egizlikligi mavjudlik krizis nuqtasidan chiqib turibdi. Mushlarning hammasi yoshlarimizningki diqqat markaziga kirmasa olmaydi. To'g'ri. Biz ko'rayotgan, biz faoliyat olib berayotgan, biz o'ylayotgan, biz harakat qilgan bu dunyo tasavvurimizni murakkablashib ketyapti. Ham bu yerda nurg'ulg'an qo'rqinchliq, biz asla yuz bermaydi deb o'ylayotgan qo'rqinchliq ishlar yuz beryapti. Texnik qo'rqinchligi, ya'ni Xitoy bilan demokratik kuchlar o'tirishdagi ilgirki musofa bag'an sir tarayib, hozir Xitoyning kuchlanishi va Xitoyningki dunyo xo'ja bo'lish ehtimolligi ma'lum darajada eshyapti. Bu intan qo'rqinchli bir holat bu. Mening bu texnik ilgirlab tanıştığım batı ama bugünkü sahibimiz onunla bağlanmaganlık için onu to'xtab demayman. Shunga ham oxir gapga kelsam, umid yoshlarda. Hamda biz intayin men bir oldingi bir avlod davrininki odami ham yetakchisi bo'lish sifatim bilan shuni deymanki, biz sharmandalarcha bu umidni sizlardan kutamiz. O'zimiz qilolmagan nurg'un narsani kutamiz. Xuddi Abdurim O'tkirning she'riga o'xshash bu izni biz topamadık, endi sen tap degandek, nomussizlarcha Abdurim O'tkirdan bizga qoldi bu, bizda endi sizlarga qoladi.
Ammo men sizlarningki bizga o'xshash sharmanda bo'lmasliklaringlarni umid qilaman gapim tugadi. Rahmat. Pek yaxshi so'zlab berdingiz. Gerçi vaqt sal uzrab ketgan bo'lsa-mu, ammo bizda nurg'un o'rganish bo'ldi. Bu qatimliq mush suhbatdan keyin nurg'un narsalar chiqdi. Mush suhbatni chiq yoshlarning anglashini, yaxshi o'yinib ko'rishini umid qilamiz. Sizningki mush fikrlaringizni odatda sizning Twitterga, sizning X'ga diqqat qilsa, odatda yangi narsalarni chiqarib tursiz. Yangi fikrlarni bayqi psixologiyalik nimani shuni chiqaribsiz. Ba'zida Uyg'urcha, ba'zida inglizcha nurg'un narsalarni o'rgangan bo'ldi. Shuni men ko'ruvchilarga tavsiya qilaman. Shu bo'lsa, Mamtun Alapandimningki X'ga ergishib olib, Mamtun Alapandimning chiqargan narsalarga diqqat qilgan bo'lsa. Hamda bizning bu mustaqillik yo'limiz shunday mushkul, jafoliq bo'ladi, hamkorligimiz xayrli bo'lg'ay. Undan keyin ish degan chaqda biz ishni eng oddiy qilib bir misol berayman. Bizning White House'ning oldida, Oq Saroyning oldida Amerikada bizning bayroq davomli lapildab turdi. Davomli degidek. Bunun için Sayfullah Abduqadir Efendim'e köptün köp rahmetimizi bildirimiz. Bunun özü emli iş. Aşağı bağanlar, sayahatçiler bu bayrağımızı görürdü. Kim degende bu nime degende bilirdi. Muşu bir addi iş. Mesela bugün biz piknik kıldık. Muş piknikte mi biz bayrak nep çıktık. Bir addi piknik. Neçeden ba? 10-20'den ba. Ama bizim bayrağımız var. Vatan sevgisi muşunda buldu. Bu bayraklı mı? Sayfullah Hacım çıktı. Demek biz vatanımız için, vatanımızın müstakillik için hemimiz tirişeli, özünün hükümetinlerini kollap biringlar, her taraftan yardım bulunglar. Müşbutun vaxtınla hayırlık olsun. Memnun Alapandym sizin vaxtınızga köptün köp rahmet. Programımızın müşahitliği de Allah'a emanet.